To'y va marosimlar uchun mana bunaqa chiroyli shirinliklar, samsachalar, bilishchalar o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Gul opalarning oldilariga kelganman va mana shu narsalarni katta ob'yomda o'zimizdan chiqadi, ya'ni Kapelka do'konida sotamiz va to'y va marosimlar uchun ham ommaviy tarzda ko'chaga chiqaramiz. Bering apajon. Garnemi? Ana. İchiga sassiskachalik mana bunaqa buluchkalardan agar bir 10 dona olsangiz, ertalab o'g'lingiz qorni to'q maktabga ketadi. Mana bu bizada faqat Buxoroda deb o'ylayman. Akajon tishlagan zaman tishlayman. Mana bu narsani faqat Buxoroda deb o'ylayman. Buni oti bodomi. Sizlarning viloyatda nima deb nomlanadi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bu narsa bilmayman nima, lekin ichida go'shtni biladi. Ustiga bitta pomidorcha qiladilar. Turk samsa ekan. Turevskiy samsa. Turkcha ko'nishiyorum. Mana bu narsa cho'pcha samsa. Nimagaki bu yoqda cho'pchasi bor, ichida g'ars ketaveradi. Qolaversa hamma turdagi samsa mahsulotlari yoki qanaqadir shirinliklar, tort, mort hammasi o'zimizdan chiqadi. Biz qayerlardandir zakaz olmaymiz. Mana qo'li gul opalar shu narsalarni tayyorlaydilar. Bemalol zakaz uchun pasta nomer qoldiramiz. Telefon qilib zakaz qildiraverasizlar.